Milliy TV telekanalida 2026-yil yanvar oyining 15-kuni soat 19:05 da namoyish etiladigan Ko'nglim qassobi. 5 kunlik dunyo serialining 4-qismi tomoshabinni yanada chuqurroq ruhiy kechinmalarga olib kiradi. Ushbu epizod voqealar rivojida muhim burilish nuqtasi bo'lib, hikoyaning ichki dramatizmini yanada kuchaytiradi. Serialning asosiy ustunligi samimiylik va hayotiylikdir. 4-qismda qahramonlarning ichki kurashi, tanlovlari va his-tuyg'ulari aniq va ishonarli tarzda ochib beriladi. Menga yoqadigan jihati shundaki, syujet sun'iy keskinlikka emas, balki insoniy hislarga tayanadi. Har bir sahna o'z ma'nosiga ega va umumiy g'oyani boyitadi. Aktyorlar ijrosi esa serial ruhini yanada mustahkamlaydi. Ularning tabiiy o'yini tomoshabinni befarq qoldirmaydi, aksincha, voqealarga yaqinlashtiradi. Ko'nglim qassobi. 5 kunlik dunyo. Asta-sekin chuqur mazmunga ega dramatik asarga aylanib bormoqda va 4-qism bu yo'lda juda muhim qadam bo'lib ko'rinadi.